bitta telefonni 1 yil davomida 13 marta sotishyapti-da. Ularning faoliyati bo'lib to'lash, bo'lib sotish emas. Rassrochkaga sotadigan magazindan soliq summalari ko'p chiqayotganligi to'g'risida bizga murojaat kelib tushgandi. Mijoz faoliyatini audit qilganimizda, mijozning faoliyati bo'lib to'lashga sotish emas, bo'lib sotishga aylanib qolgan ekan. Ya'ni mijoz birinchi marta sotuv qilganda ushbu summadan NDS va foyda solig'ini to'lab beradi. Qolgan summalarni qabul qilishi esa bu hech qanday savdo faoliyati emas, faqatgina pogashение задолженности, ya'ni qarzni so'ndirish. Aytgan holatimizda mijozning aqlli xodimlari tomonidan har safar to'langan to'lovga nisbatan fiskal chek urilgan va ushbu chek summalari soliq hisobotida aks ettirilgan. Shuning hisobiga bir dona telefon 1 yil davomida 13 marta sotilgan va ushbu summadan NDS va foyda solig'i ortiqcha kelib chiqqan. Ushbu holatni to'liq tahlil qilib chiqqanimizdan keyin soliq organiga murojaat qilib, avval noto'g'ri o'tkazilgan cheklarni tahlillladik, soliq va buxgalteriya hisobini to'g'riladik va mijozning 1,5 milliard so'mdan ortiq summasini hisob raqamida iqtisod qilib qoldirdik. Agar sizda ham soliqlar bo'yicha shunga o'xshash muammolar kelib chiqayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.